75 yildan beri uzluksiz tayyorlanib kelayotgan Ko'kchadagi shashlikka keldik. Bu yer asosan sahar bomdodga shashlik tayyorlaydigan 4-avlod Abdusamad akaning shashlikxonasi. Shashlikning 3 xili bor: qo'yjaz, qiyma va jigar. To'g'ri, shashlikga assortiment ko'p emas. Ko'pchilikning qalbidan joy olgan haqiqiy jaydari shashliklar. O'zi-ku ichkarida o'tiradigan joylari bor, lekin mana degan katta akalarimiz ham shundoq qo'ran tepasida yegan boshqacha. Yashang aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Qarang, issiq shundoq yoningizga keladi, sekin buni jazosini beraveramiz-da. Voy, jigarni qarang. Juda bir boshqacha texnika bilan pishirib berishar ekan. Tepasida turib hayron qoldim. Bismillah. Shashliklarning mazasi juda bir boshqacha. Rost mana o'zbekcha shashlik yegandek bo'lasiz. Ayniqsa bu muhitda yesangiz. Issiq qo'radan uzilgan shashlik to'g'ri oshqozonga borsa, babi boshqacha bo'ladi. Bunaqa joylarning choylari ham boshqacha bo'ladi, bilasizlarmi? Ichganda badan yayraydi. Abdusamad shashlik shundoq ko'kchaning yonida joylashgan. Ro'za paytida iftorlikdan to saharlikgacha, boshqa kunlari kechki payt 7 dan ertalab 10-11 gacha ishlashadi. Bu videoni yaqin jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Bu yoqqa kelganmisiz yo'qmi? Kommentariyaga yozib keting. Like bosish ham esdan chiqmasin.